gul biznesini boshlash uchun avval katta pul emas, katta sabr kerak bo'ladi. Noldan boshlamoqchi bo'lganlarga gul biznesini tavsiya qilamanmi? Albatta, ha. Faqat kichkina hajmdan boshlang. Hattoki uy sharoitida ham 20-30 million pul bilan shu yo'nalishni boshlasa bo'ladi. Albatta, bugungi kunda qanaqa mahsulot, ya'ni bozor talab qilyapti, o'shanga qarab assortimentingizni qilasiz va albatta gulga, ya'ni mana shu mahsulotga parvarish qilishni o'rganishingiz kerak va talablarga binoan xizmatingizni chiroyli bajarib bersangiz, shunda bora-bora zo'r bo'lib ketishingiz mumkin. Faqat men mumkin deyapman. Nimaga bu gapni gapiryapman? Chunki gul biznesida birinchi o'rinda pulni qo'yish xato deb bilaman. Birinchi o'rinda shu yo'nalishni sevish bo'ladi va ikkinchisi qaysidir xaridorga xizmat ko'rsatyapsizmi? Albatta, siz bir savolga javob bering. Shu xaridor 1 yildan keyin ham siz haqingizda mana shu qilib bergan xizmatlaringizni, gullaringizni ko'rganda xursand bo'lsin. Ya'ni siz haqingizda yaxshi otziv bersin. Ana shu maqsad bo'lsa, albatta bora-bora pul sizni ketingizdan qo'llashni boshlaydi. Faqat bora-bora deyapman. Ya'ni siz biznes boshladingiz va katta ertani o'zida boyib ketmaysiz. Gul biznesi shunaqa. Sekin-sekin bilimingiz ko'payadi, kamroq xatoga yo'l qo'yasiz. Ana shunda hech gap emas. Mana menga o'xshab ketishingiz mumkin. Men shu darajaga kelishimga 23 yil vaqt ketibdi va bugungi kunda bizning kompaniyamizda 500 ta xodim ishlaydi. Lekin turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'im o'zi gulchi bo'lganlar, keyin mavliga qo'shilgandan keyin sekin biz rivojlanishni boshlaganmiz. Boshida 2 ta odam bo'lganmiz, keyin 3 ta, 4 ta, 5 ta va qarabsizki bugun 500 ta xodim bor. Tasavvur qiling. Mana nimaga gul biznesini boshlamaslik kerak?